Bugun yana ishonch do'konlarida bizani aksiyamizda g'olibi bor va ular Onyx avtomobilini yutib oldilar. G'iyos aka, tabriklayman. Kichkina bitta sir, yaqinda to'y. Qachon? Iyulda, ha? Ko'ryapsizmi? Mashinani to'pladi, pulni to'pladi, prosta to'yni boshlayveringlar, tamom. Yo'q, bu ketadi, qarang. O'zi nima oldingiz? Kelib nima oldingiz? Onamni tug'ilgan kunlariga tilla olgandim. Onamni duolari orqali mashina yutib oldim. Ishonch kompaniyasining ishonch uchun rahmat aksiyasi davom etmoqda. Yana 6 ta avtomobil qoldi. Siz ham ishtirok eting.